Assalomu alaykum. Hurmatli bo'lajak savdogarlar. Sizlardan Bro Forex. Hop, Telegram kanalimiz Bro Pozitivchi Forex 2028. Bu esa Instagram kanalimiz. Hop, o'tib obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qoladim. Bo'lmasamiz boshladik. Birinchi darsimiz, bugungi mavzuyimiz shamchalar. Shamchalar o'zi nima? Bugun shu haqida ko'rib chiqamiz. Shamchalar bu bozorning tili. Keyingiga o'tadigan bo'lsak, bu shamcha hisoblanadi. Ko'rib turibsiz, chap qo'limizda buy shamchasi turibdi. O'ngda esa sell shamchasi turibdi. Xo'p. Endi bu yerga soya deb yozib qo'yaman. Soya o'zi nima? Bu soya bozorni qayoqqa borib kelganini aytadi. Bozor tepaga borgan bo'lsa, o'sha iz qoldirgani o'sha soya deyiladi. Yoki pastga borgani, bozor qayoqqacha borib kelganini buni soya deb ataladi. Bozor pastdan ochiladi. Mana buy shamchasi pastdan bozor ochiladigan joydan ochiladi. Yopiladi, yopdi. Keyingisi qandoq ketadi? Keyingisi ham shunday xundoq xuddi yonidan ketadi. Mana bunday qilib ketaveradi. Hop, ikkinchisi esa bu sell shamchasi. Sell shamchasi bu shamchalar o'zini yaxshi bilasizlar, lekin ozgina o'rganganingizda bu ziyon bo'lmaydi, faqat sizlarning foydalanishga ishlaydi. Bunda ham xuddi shundoq. Soyasi bozor qayoqqa borib kelgan bo'lsa, o'sha joy iz qoldirgan bo'ladi. Sell shamchasi bozor tepadan ochiladi, pastda yopiladi. Keyingisi ham xuddi shunaqa yonidan o'lchab ketadi. Buy bo'lsa buy, sell bo'lsa sell. Hop, bu narsani yaxshilab tushundinglar degan umiddaman. Hop, ko'rib, ekranni yaqinlashtirib, to'xtatib ko'rsam bo'ladi. Hop, zapis qilib qo'yganman. Biz keyinga o'tamiz. Hop, keyingi shamchamiz bu xavfli shamchalar. Xavfli shamchalar bu doji, harami. Men o'qiganda menga o'rgatishganda doji shamchasini ko'rdingmi? Agar bozor yonidan ochilgan bo'lsa, bu buy hisoblanadi. Boshqa joydan ochilgan bo'lsa, sell ochildi hisob aytishgan menga. Lekin bu narsani men keyinchalik o'rgandim. Bu narsa juda katta xato ekan. Hop, bu shamchalarni ko'rdikmi? Biz iloji boricha bozor yaqinlashmasligimiz kerak, kirmasligimiz kerak. Keyingisi esa bu harami. Hop, teparoqda ya'ni shu mana shu shamchaga o'xshagan bozor bor. Bunga nima kirmaydi? Chunki bular tepadagi so'yasi bir xil turibdi. Mana uni totib, uzr mendan aytibdi. Mana bunisi teng bo'lish kerak. Edi. Mayli. Hech qisi yo'q, lekin buni ko'rdik. Bular uchi bir-biridan teng. Shuning uchun biz bozorda ishlamasligimiz kerak. Biz bu narsa harami, bu kuting degan ma'noni beradi. Hop. Keyingisi esa betim ochish uchun vazvorot shamlar. Bu molot va engulfing bo'ladi. Hop. Agar mana molot shamchasida soya o'sha nima desa bo'ladi? Yuqorisidagi o'sha tanasidan ko'ra 3-4 barobar katta bo'ladi. Bu narsa bozorda 60-70% ishlab beradi. 60-70% ishlab beradi. Agar pastda uzun bo'lsa, o'ylamay buy qilamiz. Yuqorida bo'lsa sell bo'ladi. O'ylamay netmay buy qilamiz. Agar shunaqa bo'lsa, endi buy qanaqa bo'ladi? Pastdan sell tushadi. Impulsni ham bu yerda mo'l shamchasini qizini ko'kini qiladi. Bozor tepaga yuqoriga narx oladi. Selda ham shunday. Bozor buydan keladi. Mana qizil ko'k qiladi va bozor albatta pastga harakatlanish boshlaydi. Bu engulfing shamchasi. Bu buy ko'rinishi, bu esa sell ko'rinishi. Hop, buni ko'rgan nimaga buy sell ishlashimiz kerak? Chunki bozor buni yeb borgan. Ko'rsanglar, bu oldi kichkina turibdi. Bunaqa payt biz o'ylamay netmay qayerga to'g'ri bo'lsa, o'sha chiqamiz. Ko'rdinglar? Hop, endi biz mol shamchasini, engulfing shamchasini hozir bozorda qidirib ko'ramiz. Birinchi engulfingdan boshlaymiz.
Bozor bu yerdan sel ketgan. Nima sababdan? Chunki bu yerda engulfish shamchasi bor. Shamchini olgan. To'g'rimi? Hop. Mana buni ham biz olsak bo'ladi. Hop. Mana yana bozorda buni engulfing qidirish juda ham qiyin. Shuning uchun ozgina adashib ketib qolsam xavf bo'lmasdan mana bu yerda ham turibdi. Mana o'zidan keyingi soyani yeb olgan. Hop, bu yerda bay tasdiq bor, bay yurib bergan. Yana bitta tasdiq esa mana molot tamchi. Yana bayga mana engulfing shamchasi mana o'zidan keyingi mana juda go'zal mana. O'zidan keyingi shamchini yeb olgan uchun bay bo'lgan. Hop. Endi biz qanaqa shamchi qidirib ko'ramiz? Molot. Hop, biz bunaqa payt shu shamchani ko'rdikmi? Engulfing shamchasi yasada biz take fruit bilan slivni olamiz va bozor qayoqqa ketishini olamizda belgilab qo'yamiz. Hop, slivni esa o'zidan keyingi shamchini tagiga qo'yamiz. Chunki shu joyga borganda bozor o'zini qulflash kerak. Yopib yuborishga avtomatik. Bu yerda mana selgi olgan va bozor bayga yutib olgan va bozor yurgan. Hop, biz mana buni mo'l shamchi deb olsak ham bo'ladi. Mo'l shamchasi bu yerdan ham xuddi shunaqa. Take fruit bilan olamiz. Tutamizda va slivni qo'yib qo'yamiz va bozor yuradi. Bu narsa agar siz kompyuteringiz bo'lsa, Tradingview'dan foydalanishingiz mumkin. Hop, men nima uchun tarixdan ko'rsatyapman? Kim nima desa desin, men tarixdan ko'rsataman. Tarixdan ko'rsatmasa iloji yo'q. Hop, mana bizda chiroyli, juda go'zal mo'l shamchi. Mana bayi ham turibdi, seli ham turibdi. Agar ikkita bo'lsa, odamlar shunday qiziq savol tuyuladi. Mo'l shamchi ikkita bo'libdi, bayi ham sel, demak ikkita bo'lsa faqat bozor bayi ekan. Yo'q. Bittasini o'zi ham kifoya. Tushundinglar? Hop, mana da ham juda go'zal ishlangan. Engulfing shamchasi. Mana katta bay shamchi, bu sel shamchasini yeb olgan. Bu yerda ham mana selga biz shunaqa payt nima qilamiz? Take fruit bilan selni qo'yamiz, slivni va tortamiz va bozor tayyor. Hop. Mana yana mo'l shamchasi. Juda chiroyli bozor yuz bergan. Bu yerga ham biz take fruit bilan qo'yamiz. Ulamizda bozor chiroyli yurib bergan. Hop, buni o'rgangan narsasini o'rganib bo'ldik. Eshitma qolmadi, xudo xolasa. Hop, yana bitta narsa aytib o'tishim kerak. Bozorni qanday analiz qilamiz? Bu ketishda hop, sizlarga o'zim aytaman analiz qilishni. O'tman turibdi. O'zidan keyingi sel shamchini yeb olgan. Mana. Lekin bozor sel ketdi. Nima sababdan? Chunki biz barometri ta'rifni sizlar aytganda 60-70% yurib beradi. Bozorda 100% yurib beradigan narsaning strategiyasi o'zi yo'q. Bir minutli ta'sirini qayda olamiz? 5 minutlikda olamiz. Nimaga bozor sel ketgan sabab mana sel shamchi, bay shamchini yeb olgan. Ko'ringlar, yeb olgan. Shuning uchun bozor sel ketyapti. Bu yerda hammasi to'g'ri. Biz bu yerga nima qilishimiz kerak? Take fruit bilan selni qo'yamiz. Olamiz va slivni hamisha o'zidan keyingi shamchini uchidagi soyasiga qo'yamiz. Juda go'zal. Go'zal. Hop. Ko'rdim. Endi sizlarga bu narsani o'zim chizib ko'rsatmasam bo'lmayapti, mavzu bor. Shuni endi men ko'rsataman. Bu uchburchak. Flag deb ataladi. Flag deyiladi bozor tilida. Flag deb ataladi. Bu qanaqa bo'ladi?
eng yaxshi turgan, eng bozorda ishlab beradigan bozor pastdan keladi. Impuls aytamiz, impuls kuchli, impuls bilan bozor uchadi deydi-ku, impuls bilan uchadigan mana shu bo'ladi. Ko'pchilik bu yerdan qo'shilib oladi. Bu hatto balkim xudo bilar, balkim shu yerda qo'shilib olganda bozor past tushib ketib qoladi. Hamma bilinchli bo'lib ketadi. Shuning uchun biz qayerdan qo'shilishimiz kerak? Atkab bergan joydan qo'shilishimiz kerak. Shu yerlardan. Va juda go'zal yurib beradi. Bunga ham qo'yamiz. Shu yerdan qo'ysak, take profit bilan stilni qo'yamiz. Bozor harakatlangan. Selda ham xuddi shunaqa. Buni biz flag deb ataymiz. Selga ham xuddi shunaqa yurib beradi. Bozor impuls bilan keladi. Hech qachon o'tni bil deymiz-ku, shunaqa eng tepadan qo'shilib olma. Shu yerdan qo'shilish kerak deb to'g'ri bilaman. Bu yerdan qo'shilmang hech qachon. Pullari silib bo'lib ketadi. Biz buni flag deymiz va buni biz albatta bozorda ko'rsatmasak bo'lmaydi. Bozorda realda ko'rsatmasak bo'lmaydi. Mot endi nimani? Bozor yurgan, tushgan, yurgan, tushgan. Boychilar signal bergan manaqa. Ko'pchilik tavba qildi, mana bu yerdan qo'shilib. Mana bu yerdan qo'shilib oladi. Yo'q, biz qayerdan qo'shilamiz? Biz mana bu yerdan qo'shilamiz. Mana bu yerdan. Xo'p, bu yerga ham take profit qo'yamiz. Bozor juda go'zal yurib bergan ko'rgan bo'lsa, to'g'rimi? Impuls ana juda oson. Impuls qanaqa ketadi? Faqat shunaqa ketadi. Biz ulgurmagan bo'lsak, faqatgina atkatdan shunaqa joylardan qo'shilishimiz mumkin. Hop, endi uchburchak, shunaqa flag degan narsa bor. Uni ko'pchilik har xil ataydi. Flag deydi, bayroq deydi, uchburchak deydi. Ular qanaqa bo'ladi? Mana bozor ko'rsatdim, chizmani ko'rsatadi. Bozor bundoq yurib qoladi. Bundoq yuradi, bam pastga. Bu yerda xohlang mol shamchasasin, u bo'lsin, boshqa bo'lsin. Shuna narsa ko'rdikmi? Pastdan kelayotgan bo'lsa, biz sel ishlashimiz kerak. Nima ishlar ekanmiz? Sel. Buy ham bor. Buy boshqacha bo'ladi. Pastdan tepadan keladi. Bundoq keladi. Cho't bozor. Bu buy holati bo'ladi. Shu narsani men boshida sizga shu narsani o'rgatdim. Bu narsani bozorda o'zingiz ko'rsangiz, zo'r ishlab beradi. Kecha sel bildim-ku, buy bildim, bozor impuls bilan buy ko'taradi, foyda chiqdi va sel bildim. Chunki nima? Ichki strukturasini buza olmaydi. Agar ichki struktura buzgan edi, bozor buy ketish kerak edi. Mana flag pastdan bozor kelyapti. Va nima bo'lyapti? Bozor bam pastga tushdi. Biz bu yerga ham take profit qo'yamiz tepada. Selni hamisha soyadan keyin qo'yamiz. Hop, yana bitta narsani aytib ketaman. Nima bo'lsa ham ko'pchilik aytadi, meni qarindoshim tradingni bor pulini yutqazib qo'ydi. Trading kreditida ham pul yutqazib qo'ydi. Haqiqiy trader aytaman, yutqazayotgan puliga chiqib hisoblab turib, yutadigan puliga chiqib hisoblab berdi. Bu take profitni sleeve deb ataladi. Mana stopni men 1.3 qo'ydim. Bu yerda agar haqiqiy bo'lganda bu pulim bo'lganda aytadi qancha yutqazishimni, qancha yutishimgacha aytadi. Shunaqa narsa siz hisoblab kiradi. Shuning uchun hech qachon tasdiqsiz kirishdan oldin, hop, men qancha pul yutqazishga roziman, $50 yutqazishga rozimisiz? Sizlarni o'sha yerga qo'yib, stop losssiz ishlamang hech qachon. Bozor ketib qolishi mumkin. Men yaqinda turganman. Men signal 100% berdi deb ayta olmadim. Chunki bu bozor. Bu yerda ham flag bo'lgan, uchburchak. Bozor nima bo'ldi? Bam, pastga ketdi. Bu ham take profit qo'yamiz. Yo'q. Take profit qo'yamiz mana. Bozor juda go'zal yurib bergan. Mana yana. Bu narsa bozor ko'p uchraydi. Bu narsa juda ham ko'p ishlab beradi bizga. Hop.
Bot mani selga tekrar tortib yurdik, qo'ydik. Mana bozor haliyam sel ketadi. Nima sababdan? Chunki biz buni tasdiqini 15 minutda oldik. 15 minutda mana bu narsa o'zidan keyin switchini yevorgan. Hamisha kunkilik ham tasdiqlarni aytaman. Hop, hozir aytsam bo'ladi, lekin bu narsa bugun bu narsamiz yetadi. Hop, uyga vazifa, uyga vazifa, uyga vazifa. Uyga vazifa qilmasangiz siz hech qachon trading narsaga ishlay olmaysiz. U molot shamchasiga 20 ta yetadi. Baysi, bay 20 ta, selyalot 20 ta. Agar topa olmasangiz, o'zingiz chizib aytishingiz mumkin. Hop. Ingolfinga ham 20 ta bay selga topolmasangiz, o'zingiz chizib, yasab, shungayizni menga tashlaysiz. Guruhga tashlang, xohlasangiz meni hech ham tashlang. Hop, uch burchak flagga ham flag ha 20 ta. Uyga bilan shu bo'ladi. Agar menga shu 20 tadan ham baysilik tashmasanglar, men keyin dars chiqarmayman. Chunki men vazifa bo'lmasa o'sish bo'lmaydi. Bunaqa narsa bozorda qidirib topa olmaysizmi? Siz o'zingiz yasang bundoq qilib. Nima uchun bay ketdi, nima uchun sel ketdi? Hop. Agar sizning noutbukingiz bo'lsa, men xudo xohlasa trading registratsiya bu o'zimni trading uyda chizib ko'rsataman. Shu narsani o'rgataman sizlarga. Xudo xohlasa maksimal o'rgataman. Hop, savol tug'ildi menda. Nega bu yerda bay shamchasi o'zidan keyin shamchini yuborgan, lekin bozor sel ketgan? Sabab nima? Masala sabab aytaman. Bu sabab bozor mana yig'ilib kelyapti. Oxirgisi seldan tugagani uchun bozor sel ketdi. Shu sababdan hop bugungi darsimiz tugadi. Xudo xohlasa uy vazifani kutib olaman. O'zingiz ko'p praktis qiling, keyin siz ish bo'ladi. Xudo xohlasa 8-darsdan siz o'z bozor tilini tushunasiz. Yo'q, o'z mash darsdan tushunasiz. Chunki nimaga? Men sizga eng muhim narsani o'rgatdim. Bu dars tushunmasangiz, tradingni o'rgana olmaysiz. Hammalarga rahmat. Ko'rishamiz.